Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ukalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Jarari qishlog'idan sizlar uchun akalar oyoq qo'li uzun-uzun, o'zi baquvvat, yirik qo'ylarni akalar ko'rsatib turibmiz. Videoga bitta like bosib, kommentariyada Alloh hammamizga nasib qilsin deb yozib ketinglar. Hammamizni xonadonimizga mana shunaqa katta-katta, yirik, suyakli akalar qo'ylardan nasib qilsin. Akalar ko'rib turganimizda mana shunaqa yaxshilardan, baquvvatlaridan, suyaklari butunlaridan baquvvat etliklardan olaman degan akalarimiz uchun mana shunaqa yaltiroq sifatli akalar qo'ylarimiz yetib kelibdi. Bexijolat akalar ko'rib olaverasizlar. Hammasi yaxshi mana shunaqa sifatli qo'ylar mana shu yerda yig'ilgan. Ko'rib turganimizda akalar qo'ylarimiz ancha yaxshi, eti bo'yi hammasi joyida. Mana shunaqa qo'yni arzonidan kerak degan akalarimiz uchun mana endi bugun sizlarga arzon narxda mana shunday qo'ylarimizni egalaridan ko'rsatib o'tamiz. Akalar bu yerda necha bosh qo'yimiz bor? Ularning yoshi qanaqa, bo'y basti qanaqa, hamma ma'lumotni Xudo xolasa yetkazamiz. Bo'lmasa biz hamma ma'lumotlarni egalaridan Rustamjondan olib sizlarga yetkazishni boshladik. Bismillah. Rustamjon o'rmang. Mazza zo'rmi aka? Sog'lik sog' bo'lsin. $1,500 ham tog'ilmaydigan qo'ylar keldi aka. Shunda 1,5 mingga ham. Lekin o'sha bizga echkini pulga beriladi aka. Gap yo'q, mana. 5,5, 6, 5 bilan degan narxi yo'q. Gap yo'q. Qo'yni sifatiga baho bersin. Mana aka. Tamom aka. Yashang. O'zi aytganda echkini narxida. Echkini narxida bo'yi ham 85-90 chiqadi. Mana aka, gap yo'q, yashang. Akalar, endi mana ko'rib turganimizda Rustamjondan qisqagina mana shunaqa qo'ylarni ozroqgina ma'lumotni endi aytildi. To'laligicha endi sizlarga yetkazamiz. Rustam necha bosh qo'y bor bu yerda? Aka bu yoqda 140 bosh. 140 bosh. 140 bosh aka. Mana. Endi boyagiday bo'yab kelayotganim yo'q aka. Bari eti butun, suyagi baquvvat aka, barini 3 kilo 4 kilo jiri bor qo'y aka. Jiri yo'q buni ichida. Qo'yni demak hozir unaqa eski variantdan voz kechdik. Yo'q, undan voz kechdim aka. Bu yo'liga o'taylik. Mana. Qo'ylarni olib keldik. Katta qo'y qilaman degan obunachi telefon qilsin aka. 4 tish, 6 tish, bosimi 8 tish qo'y. Ishini bitirasizda? Ishini bitiraman xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa ishlaringiz bitadi. Ko'rib turganimizda akalar mana shu qo'ylarimizni oldim degan akalarimiz uchun mana sizlarga yaxshi. Surab aka. Mendan arzon chiqargan bala bo'lsa, 500 ming pasiga beraman, videosini taylab bersin. Gap yo'q. Mana akalar, mana ko'rib turganimizda ancha yaxshi mana shunaqa qo'ylarimiz sotuvda. Xo'p, endi qarang Rustam, hozir bu yerdagi qo'ylarimiz ancha eti bo'yi joyida. Men aytganingizdek mana ular dumbalari ham ancha bor-ku. Aka, yana aytaman. Mendan arzon chiqargan bala bo'lsa aka, 500 ming, 600 ming qaytib beraman aytgan gap. Har bir qo'ydan. Gapga javob. Mana akalar, agar bundan arzoni bo'lsa, yana 500-600 ming qaytaraman deyaptilar. Keling endi mana shu 140 bosh qo'ylarimizni yoshini ham bir aytib o'ting. Qanday yoshi? Aka, yoshi qarang. 4 tish, 6 tish aka. 3 tishi ham bor aka ichida. Bor, bosimi 4 tish 6 tishga olsin aka, 8 tishi bitta yarimi bor. 8 tishi ham bor. Bor aka, suruv bo'lgandan keyin bor aka, unday. Xo'sh, endi mana Rustam qarang, yoshini ham aytib o'tdik, buni hamma taraflama yaxshi ekan. Endi olaman deganlar uchun so'raylik, asosiy joy. Sog'ligida kam yo'qmi? Sog'ligida kam yo'q aka, mana qo'ylar qarang. Shu qo'ylar qo'y yotibdi-da. Qo'y yotibdi-da 5,5-6 million. Bunaqa narx vobshe yo'q aka. Bunaqa gap yo'q deysizlar. Yo'q. Mana ishlarini ham ko'raverasizlar. Chori qo'y aka, 4 tish qo'y. Gap yo'q, mana akalar, ko'rib olaverasiz. Haqiqatan yaxshi qo'y olaman degan akalarimiz uchun yaxshi variant, 4 tishlari ham bor ekan. Rustam qarang, endi shuni bo'yi necha? Aka, bo'yini 80 plyusga olsin. 75 degan og'izdan chiqmasin aka. Unaqa gap yo'q. Unaqa gap yo'q aka. 80 plyusga olaversin aka qo'yimni. Mana akalar, bo'y basini. Meni ko'zim qo'y 90 ko'ryapman aka. 80 plyusga olaversin. Sizni ko'zingiz 10 sm aldaydimi deymanda. Endi qo'y aka, egasi. Qo'y egasi shunday bo'ladi. Egasi shunday bo'ladi aka. Xo'p, endi Rustam qarang, qo'ylarimiz yaxshi, hamma taraflar yaxshi. Hamma gap endi bu moliyaviy taraflarda. Bu dastavkasi nima bo'ladi? Dastavka O'zbekiston bo'ylab qilib beraman aka. O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Shunday aka. Gap, akalar, dastavka xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Dastavkani o'ylab ham o'zlaringiz charchatmanglar, olib borib yetkazib xonadonlaringizgacha beriladi. Rustam endi, mana shu qo'yib ko'rsating aka. Sori degan shu bo'ladi deysizlar. Buni qarang aka. Juni qolmabdi-ku buni. 7, 8, 10 milliongacha qo'yishyapti. Shunday, Men 10 millionga ikkita qo'yib beraman aka. 10 millionga ikkita qo'yib berasiz. Ikkita qo'yib beraman, mana qo'yib turishini qarang, suyagini qarang qo'ydi aka. Qimmat sotyapsiz yana. Chin Surxondaryo. 10 millionga ikkita qo'yib bo'lsa, bo'lmay qimmat-ku. Shu qo'ylar 5 milliondan qimmatmi? Qimmat. Qo'y-ku yaxshi, lekin sizga yarashmaydi. 5 dan aka 100 ming pasiga beraman. Qo'yib yuboring, siz bilan boshqacha gaplashamiz. Narxini boshdan gaplashamiz. Dastavkasi bo'ladimi? Dastavkasi bo'ladi. Nechta deyapsiz o'zi mana shularni?
Ha 5 dan 100 ming siylab beraman deyapman aka. Ye. Bo'ladigan gapni gapiring. 5 millionlik qo'y bilasizmi qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Mana qo'y. Mana shunday bo'ladi. Aka bozorda yuribsiz aka. Xo'p, mana shunday bo'ladi. Gapni ochib aytaylik. YouTube'da ham ko'rsin aka. Agar mendan arzon chiqarganga 500 ming pastiga beraman aka, videosini taylab bersin. Gapmi? Gap aka. 500 ming pastiga beraman aka. Xo'p, Rustam, bitta narsa. Qo'yni ko'rdik, bo'ybastini ko'rdik. Bo'ladigan qilib olib nima qilyapti deyman. Shunday bo'lyapti o'zi. Shunday O'zi shunday bo'lyapti. Bunday gap. Hozir hammasini narxini bitta qilib quyuq suyuq qilib necha puldan berasiz? 48 dan berishsin aka. Aka, bo'ladi. qo'y qilaman degan qo'yda har qanday qo'y emas aka. Bir qo'rani qo'y aka, bir en. Menini ham ko'rsating aka qo'ydi. Xo'p, bunday. Bunday qo'ydi 5,5-6 bilan chiqarishyapti. Bizga sotilgani ma'qul aka. Buni hozir 5 million deysiz, 48 deysiz, u baland narx bo'lyapti, Rustam. Ya zo'r narx bo'lyapti. Rustam, bitta narsa. Xo'p. Molni past ko'rib so'raymi yo o'zi chiroyli qilib so'raymi? So'rab aka. Qo'ydi ko'rsat. Rustam, bo'ladigan qilib gapiring bitta. Ushlayveray. Mardga gapiring. Bo'ladigan qilib so'raymi yo past ko'raymi? Qo'ydi ko'rsating jon aka. Mana ko'ryapman. Bir erkakni kuchi yetmayapti aka qo'yga. Erkak ham odam emas ekan bu aka. To'g'risida bir erkak shunga kuchi yetmasa. Xo'p, qarang aka qo'ydi. 4 million 200 ming so'mdan So'rab aka bo'lmaydigan gapni qilmang aka. Mayli, gapimni eshiting aka. Men mujik bo'lib gapiryapmanmi? 500 ming aka past beraman chiqargan odamdan aka. Rustam, shundan arzon qo'ygan odamga. Bitta narsa. Bo'ladi desangiz 4 million 200 ming so'mdan shuni qo'yaylik. Ya, So'rab aka unga so'zim chiqmaydi aka. 4 million 900 ming so'm devorgan odam 4 million 200 ga bera olmaydi. Aka, qo'ydi yaxshilab ko'rsating qo'y. Qo'ydi tanigan odam, bilgan odam bittada biladi. Rustam, bu qo'yni oladi-da, uzoq borsa bitta ikkita qo'yni oladi. Undan ko'p ola olmaydi-da. Nechta? Bitta ikkita qo'y. Bitta ikkita devorasizmi aka? Ha, undan uzoq olmaydi. Aka, qo'yimdan 4-5 bala oladi. Ha, balalardan oladi-da. Aka! Ya shunday-da, nima dey boshqa endi? Yo, Suhrob aka, siz qiynayapsiz-da, mana cho'ponlarni o'ylang aka. Bo'pti, erkakka erkak 4 million 300 ming so'm tushmasangiz, bu foydasi yo'q. 4 million 300 ming, 4 million 200 ga qotib olganim yo'q. Qo'yizni suyagi yetib butunligi uchun aytyapman, to'g'risi. Ya Suhrob aka, cho'tim chiqmaydi-da, aka. Chiqsa menga bo'ladigan guruhlingi. 4 million 300 ming so'mdan. Aka, qurib qolgan qo'y yo'qmi buni ichida? 4 million 300 ming so'mdan bir qo'lga. Mayli, u ichidan bo'lib olaman desa, keyin boshqa masala. Terib olaman desa boshqa masala. Bitta gap, 4,5 dan berish aka. Yo'q, 4,5 baland, 4,5 baland. Suhrob aka, nomardchini qilmayapman aka men. Bo'ladigan gapni gapiring. Bundayda, hozir buni 4,5 deganingiz befoyda. Agar o'shin 4,5 desangiz, Rustam, men hamsayamiz, o'zingiz bilasiz, bir qadam joy indamay qaytib ketaveradi. Suhrob aka, o'zim aka qo'ydi ko'rib turibsiz. 4 million 300 ham qo'yga pul bo'lyapti, puli. Aka, YouTube'da bunday qo'y chiqargani zo'q Rustam aka. Qo'yingi. Birov barakada olsan keyin aka. Bunday gap. Erkakka erkak 4 million 300 ming so'mdan dedim. 100 ming ko'tarim, undan 1 so'm ham ko'tarmayman. Bo'ladi desangiz baraka. 4,5 dan bo'pti dastlabkasi. 4,5 dan emas, 4 million 400 dan dastlabki. Bo'pti, o'zi olib kelsa xursandmiz. Yo'q, siz olib berasiz. Onasini ham xalq nazarasini aka. Yashang. Bo'lar ekan-ku. Akalar, mana ko'rib turganlaringizdek, qo'ylarimiz 4 million 400 ming so'mdan deyildi. Yana ham ustiga kelasizlar, akalar, o'sha savdo qilaman degan akalarimizga yana ham o'tib beriladi. Suhrob aka, xayr barakasini qilib beraman aka. Bilaman qilib berishingizni. Chini bilan aka arzon bo'ldi. Bozorda ham sotaman, bozorga yetalamayman aka. Yashang. Akalar, ulgurib qolinglar, sizlar uchun mana shunday qo'ylarning yaxshisini, katta-kattasini, baquvvatlarini akalar Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Jarari qishlog'idan, Rustamjonning xonadonlaridan ko'rsatib o'tyapmiz. Like bosib obuna bo'linglar mana akalar, sizlar uchun mana shunaqa qo'ylarimizni akalar mana tishi borlaridan ko'rsatib o'tyapmiz.